Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Akalar, videoga like tugmasini bosib qo'ying. Biz esa har doimgidek darhol ushbu roligimizni boshlaymiz. Demak, dastlabki texnikamiz Samasval Isuzu sotiladi. 2015-yilda ishlab chiqarilgan, hamma joyi radnoy holatda, holati zo'r. 150 ming masofani bosib o'tgan deyapti. Chexol poliglar qilingan, metan gazlar ham bor. Narxi $55,000 aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Buxoro viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa yana bir Samasval Isuzu avtomashinamiz sotiladi. 2022-yilda ishlab chiqarilgan, probeg esa 1000 km deyapti. Hali og'ir ish ham qilmagan, ishga tayyor holatda, xarajati yo'q deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Toshkent viloyati, narxi esa $47,000 aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Isuzu ishqibozlar uchun esa navbatda yana bir Isuzu avtomobilimiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan, holati zo'r holatda, avtobus ramasiga yig'ilgan deyapti. Xarajat yo'q, ishga tayyor holatda, 65 talik 4 ta metan gazlar ham bor. Narxi esa 290 million so'm aytilishi albatta kamaytirib beriladi. Manzil esa Navoiy viloyati. Navbatda esa navbatdagi Samasval Isuzu avtomashinamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, balonlar ham yaxshi holatda, rama, kuzovlarda ham muammo yo'q, hujjatlar ham joyida, motor korobkalar ham yaxshi. Manzil Toshkent viloyati, narxi esa $23,000 aytilish narxi albatta kamaytirib beriladi. Qolgan ma'lumotlarni esa albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib texnika egalaridan batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Isuzu akalarimiz uchun navbatda yana bir Isuzu avtomobilimiz. Ushbu Isuzu ham 2009-yilda ishlab chiqarilgan, avtobusdan yig'ilgan deyapti. Motor korobkalar yaqinda remont qilingan, xarajati yo'q, mashina ishga tayyor holatda. Balonlar ham deyarli yangi deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Toshkent viloyati, narxi esa $25,000 aytilishi albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Demak, yana bir Isuzu avtomashinamiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan, holat yaxshi, motorlari ham zo'r, ikkita yangi 150 talik gaz balonlar ham qo'yilgan, balonlar ham deyarli yangi deyapti. Narxi esa $27,000 aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Farg'ona viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa navbatdagi Samasval Isuzu avtomashinamiz Zavodskoy Isuzu deyapti. Bir qo'l minilgan, 2016-yilda ishlab chiqarilgan, probeg esa 160 ming km masofani bosib o'tgan deyapti. Holat yaxshi, ishga tayyor holatda. Manzil Buxoro viloyati, narxi esa $38,000 aytilish albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir Isuzu avtomashinamiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan Zavodskoy Isuzu deyishmoqda. Mashinaning hamma joyi full shumka qilingan, tonirovka ruxsatnomalari ham bor, minishga tayyor holatda, hech qanday xarajati yo'q deyishmoqda. Narxi $63,000 aytilishi albatta kamaytirib beriladi. Manzil esa Navoiy viloyati. Keyingi texnikamiz esa Euro Kamaz Euro 3 variantidan 2011-yilda ishlab chiqarilgan, holati zo'r, xarajat yo'q, metan gazlar ham bor. Olasiz, darhol ishga chiqishingiz mumkin deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi esa $17,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Farg'ona viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Evakuator so'ragan obunachilarimiz uchun navbatda 2006-yilda ishlab chiqarilgan evakuatorimiz albatta sotiladi. Holati zo'r holatda. Ramasi usilit bo'lgan deyapti. Motor korobkalar zo'r holatda, mashina ishga tayyor, hech qanday xarajati yo'q. Narxi $10,000 aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Farg'ona viloyati. Kamaz ishqibozlar uchun esa navbatda ushbu Kamaz sotiladi. 2021-yilda ishlab chiqarilgan, holati zo'r holatda, metan gazlari ham bor, 280 kubalik deyapti. Holati zo'r, narxi $40,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Keyingi texnikamiz esa Isuzu manipulyator, holat yaxshi holatda, ishlab chiqarilgan yilni yozib yuborishmagan, motor kapremont qilingan, 6 ta balon va diskalari yangi, zadniy moz gruzovoyniki, kabina ham radnoy holatda deyishmoqda. Mashina ishga tayyor, narxi $37,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Buxoro viloyati. Navbatda esa yana bir Isuzu manipulyator sotiladi. 2011-yilda ishlab chiqarilgan, avtobusdan yig'ilgan deyapti. Mashina ishga tayyor, hujjatlar ham joyida, 6 ta balon va diskalar ham yangi. Ishlashga tayyor, xarajati yo'q, narxi $31,000 aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Andijon viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Demak, yana bir manipulyator sotiladi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan, holati zo'r holatda, motor hali ochilmagan, mashina ishga tayyor, xarajat yo'q, hujjatlar ham joyida. Manzil Namangan viloyati, narxi esa $48,000 aytilish narxi albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Akalar, bugungi dasturimizning texnikalar shulardan iborat edi. Albatta videoga like tugmasini bosish orqali qilayotgan mehnatimizdan baholab ketishni unutmang.